sizni tug'gan ota-onangiz ham sizni 100% qabul qilmaydi. Nega siz insonlardan sizni 100% qabul qilishligini kutasiz? Bilasizlarmi, men juda ham ko'p ko'raman bu hayotda biza munosabatlarda bizani 100% qabul qilishligini, har tomonlama bizani yaxshi ko'rishligini xohlaymiz yoki do'stlarda ham bizani qabul qilsin, 100% har tomonlama tushunsin deb o'ylaymiz. Aslida bizani Xudodan boshqa hech kim 100% qabul qila olmaydi. Xudo faqat bizani gunohlarimiz bilan ham, yaxshilik amallarimiz bilan ham borligimizcha qabul qiladi. Lekin kerak bo'lsa siz ota-onangizga ham qayerdadir yoqmaydigan jihatlaringiz, holatlaringiz bo'ladi. Xuddi shunaqa munosabatlarda ham sizni hech kim 100% qabul qila olmaydi va bu normal holat. Buni siz to'g'ri tushunishingiz kerak. Va sizni munosabatlarda 70% qabul qilib, 30% qabul qilisha olmasa, bu уже zo'r показатель. И o'sha 30% ga rozi bo'lib qo'yishingiz kerak. Nimaga meni bu tarafda tushunmayapti? Nimaga bu meni eshita olmayapti? Nimaga qabul qila olmayapti deb siqilib, yig'lab, xafa bo'lishingiz noto'g'ri. O'sha 70% ga shukr qiling, bo'ldi. Hayot go'zal bo'lib ketaveradi.